dada nima bo'lyapti? Maktabga borish kerak-ku. Nima uxlab qoldik? Bor tez maktabga. Mana kitob. Bunaqa olish kerak. Ozgina baliq olaman. Bekka. Bo'pti dada. Yaxshi borku. Hop. Assalomu alaykum ustoz. Chiqish qolib kelmassan, o'tirdingizga. Hop. Nimadan ustoz? Nimadansiz? Buyur, biza oziq olamiz mashinalar. Shuni qotamiz, tushundingmi? Hop. Yo mashinalar qoldiramizmi? Matematika o'tiramizmi? Bo'pti, farqi. Mayli, matematika o'tirsak o'tiraveramiz. Hop. Qani, ayting ustoz. Hop, senga savol. 100 qo'shib 100 nechi bo'ladi? 100 qo'shib 100. Yo'qmaydi. Kishini hurmati bor. Axir siz karuselga shunaqa chiqarishadi-yu. Musulmonchilikda erkaklarning oldida o'tilmaydi. Hatto supermarket. So'z yozdim. Yaxshi. Buyoq kech bo'lyapti. Uyga borib yot. O'zingiz kech turdingda. O'shanga bo'lmadi. Ertaroq maqol beraman sana. Hop, hop. O'tiryapman. Jana sir. Yo-mayo. Aşığı yoqtirmayman ustoz bolam. Yemek dedi şey. Ne olsa. Uykum gitti. Dede. Oğlum. Короче, dede. Benim kompüteri obering. Nima qanaqa kompyuter? O'qishini o'qi undan ko'ra. Bu mayli. Yo'q, to'xta. Sen kreativ bo'lishi mumkin, ha? Mumkin. Mumkinmi? Dada faqat unga ko'p pul ketadi. Nechi pul ekan? Kamida $1 shunaqa ketadi. Aha, bo'ldi. O'zing kreativdan olib yashav. Yes, rahat. Hop. Kreativi. Jamiz $1 dadam to'lab qo'yarkan. Hop. Shunaqa keyin gilam kerak bo'ladi. Qattiq gilam. Gilam kerak bo'larmidi? Yo'q. Yo'q. Gilam kerak bo'lmasdi. O'shani
kelamiz. Sonra monitor bo'lish kerak. Anaqa monitor olmaydi. Endi bitta uğraşımız kerak. What the fuck is this, bro? Televizor koydum dede. Yaxshi. Shunday qandaydir bo'lib qo'yardi. Dede sizniki televizoringiz. Ana meniki. Kelam qo'yam. Monitor qo'yamiz, adashib ketyapman. Ikkasidan olamiz, ikkasidan zo'ridan unaqa mishkasini. Ko'rgan yaxshi bo'lagan. Ko'ka bor. Yaxshi. Mana bo'ldimi? Dada, o'chiruvlik kreativmi? Yaxshi ekan. Yot joyingga. Xo'p, dada, xo'p. O'zim qilib ketdi-da. Pasta oynaydi. Hani oynashi. PUBG dada. Hani hop. Dada, hop. Aha. Bo'pti, xayr, dada. Juda yaxshi borki. Yo'qmi? Dada, mana qilib o'ynaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Va alaykum assalom. Joyingga o'ndarim, mana. Joyingga o'tirmasdan nima qilyaptim mana? Yana nima qilyaptim? Ustoz. O'zim darsni qilib kelmayaptim. Uzr uryapman. Mana. Hop, 100 kari 100 nechi bo'lardi? Mana 100 kari 100 bo'lardi, dada. 5 bahosinga. Rahmat. 5. Ana. Yaxshi. İkinci bekçi kimiyim? Sus vuru. Neye kimeysen sen ha? Şunchaki kimi bana 500 borsiz. Ha? Kelasa, kimiga yaqin borasan yana. O'tog'ing shaharda bo'lsa, men qisani o'qishga uchun jo'natgan. Shaharda senga vaqtlar to'pol olishmaydi. Faqat dadangni yo'lga jo'natishgan. Tushundingmi? Mayli. Ani endi nima? Yaxshi. Yozamiz, yaxshi, normal. Yaxshi, normal. Bo'ldi, so'z yozib tugatdim. Yaxshi. Birinchi simoniga ko'p chiqmasa, yo'q o'zingdan kelaverasiz. Shuni deysiz bilarim ustoz. Urushga qadamishga o'zim maktabda birinchi zo'r bo'laman. O'shani olishimiz kerak.
Like, obuna bosib esingizdan chiqmasin. Bol obunachilar. Yaxshi. Nima? Shira yaxshilar. Qo'lim yetarilib ketdi-yu. Ammo shart video. Ularda ovqat qayerdan keldi? Ularga yashirish kerak. Bo'lmaydi. Ustoz bo'ldi aylangan. Bo'ldi dars tugadi. Bor. Surildi. Yaxshi, nima kompyuter o'ynayman. Salom dedi. Salom. Kompyuter o'ynayapman. Ha, o'ynayman. Men televizordan o'sh qolaman. Yaxshi. Voy. Tavallamanmi? Valla obunachilar, bu birinchi qism edi. Birinchi qism tugadi. Xayr, salomat bo'linglar.